Assalomu alaykum hamma YouTube tomoshabinlar va Tohir Odilov kanalining aziz va qadrdon obunachilari. Bugun hafta kuni yakshanba Qarshi Karvon mol bozoridan syomkani boshladik. Hozir ona bola sigirlar narxini qo'ldan kelgancha bir boshda tanishtirib o'tib ketaveramiz. Bizning videomizni tomosha qilaversangiz, sigirlar haqida ma'lumot olaverasizlar. Bitta qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tib ketaveramiz. Videomizga xato va kamchilik ketadigan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Bizdan yangi tomosha qilayotganlar bo'lsa, ekranimizdagi o'ng tomondagi obuna tugmasini bitta bosib, bitta like tugmachasini bosib ko'rasiz, shuni o'zi yetadi. Biz hozir qo'ldan kelgancha hammasini bir boshdan tanishtirib o'tib ketaveramiz. Narxlar sizga ma'qul bo'lyaptimi, yo'qmi, o'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiraverasizlar. Bo'lmasa bizlar narxlarni so'rashni boshladik. Bizdan kuzatish davom etaveringizlar. Bizlar bo'lmasa boshladik akajon. Lozim bir boshdan so'rab ketaveramiz. Qo'ldan kelgancha narxni aytib. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech puldansiz aka buni? Keldi, 18 dan. 18 million so'rayaptilar mana aka. Bozor nech pul so'rayapti? Bozor 16 million so'm so'rayapti mana aka. Nechinchi bolachasi aka bu? Birinchi bolachasi, ko'kishchami? 16-chi ekan mana bolachasi. To'g'risi. Qancha suti bor aka buni? 4 suti. 4 litr, 5 litr suti bor ekan. Kelasizda savdodan qilib kelish olib ketaverasizlar. Mayli akajon, sog' bo'ling. Yana so'rab ketaveramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech bilyapsiz aka bular? 22 deyapti. 22 million so'm deyapti mana aka. Bozor nech pul so'rayapti aka? 17-18 million so'm qilyapti aka mana bozor. Nechinchi tug'ishda aka bu? Nechinchi? 3-chi tug'ish ekan mana aka. Ko'raverasizlar. Bolachasi ko'kishchami? Ko'kishcha ekan mana bolachasi. Aka qancha suti bor kuniga? 8-9 litr suti bor deyapti. Kelasizlar ko'rib savdodan qilib olaverasizlar aka buni. Mayli akajon, sog' bo'ling. Yana so'rab ketaveramiz bizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech bilyapsiz aka buni? 22 deyapti. 22 million so'm deyapti mana. Bozor nech pul so'rayapti aka? 18 million so'rayapti. Hali 2-ga endi buzov inasi ham. Endi 3 yashar bo'lyapti. Yosh bor. Bolasi, onasi ham 3 yoshga to'lyapti ekan mana. Hali buzoqcha deyapti onasi. Necha tug'ish aka bu? Birinchi bolasi. Birinchi bolasi. Endi ham buzov hali 2 endi 3 ga chiqyapti. Birinchi bolasi ekan mana aka. Ko'rib savdodan qilib olaverasizlar. Bolasi o'qishchami? 16-chi bola. 16-chi ekan mana. 5 kunlik buzov bor. 22 deyapti. Qancha suti bor aka buni? 5 litr suti bor. 5 litr endi ko'paytiradi. 5 litr suti bor. Endi yemidan qarasa ko'payaveradi. Yemidan qarasa ko'payib beraverasizlar. Ko'rib savdodan qilib olaverasizlar aka. Mayli akajon, sog' bo'ling. Yana so'rab ketaveramiz bizlar. Nima deysiz? Tohir Odilov. Tohir Odilov yozasiz chiqar. Mana yana so'rab ketaveramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz tog'a? Nech bilyapsiz tog'a bularni? 22 dan deyapti. 22 dan deyapti mana aka. Bozor nech pul so'rayapti? Bozor mana shuni 19 qildi. Alan 19 qildi, mana 18 dan. 19 da 18 million qildi mana aka. Nechinchi bolasida tog'a bu? 3-chi bolasi ekan. Ikkalasi ham 3-chi bolasi ekan. Mana ko'rib savdodan qilib olaverasizlar. Qancha suti bor tog'a bularni? 8 litrdan suti bor mana ikkalasidan. Ko'rib savdodan qilib olaverasizlar tog'a bular. Mayli tog'a, sog' bo'ling. Yana so'rab ketaveramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech bilyapsiz aka buni? 35 million. 35 million so'm so'rayapti mana aka. Bozor nech pul so'rayapti aka? Bozor hali so'ragani yo'q ekan mana aka. O'zlari telefondan gaplashyapti. Boshqalar so'raveraylikchi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech bilyapsiz aka buni? 22 million so'm deyapti mana aka. Bozor nech pul so'rayapti aka? 18.
Bozor 18 million so'm so'rayapti. Nechinchi bo'lasiz aka? Nechta tuqqan? Mashimi? Birinchi bo'lachasiz ekan. Bo'lib savdo qilaverasiz. Qancha suti bor aka buni kuniga? 25 ta. 4 litr, 5 litr suti bor ekan mana kuniga. Kilosi savdo qilaverasiz ekan. Men so'rab ketaveramiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Nech pul aka buni? 20 deyapmiz. 20 million so'm deyapti. Bozor nech pul so'rayapti aka? 12 million so'm so'rayapti ekan. Nechta tuqqan aka bu? Ikkinchi tug'ish ekan buni. Qancha suti bor kuni? 8 litr suti bor. Savdo qilaverasiz aka. Hala akajon sog' bo'ling. Yana so'rab ketaveramiz biz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka buni? 40 million so'm deyapti. Bozor nech pul so'rayapti? 25? Bozor 25 million so'm so'rayapti. Nechinchi bo'lasiz aka bu? Ikkinchi bo'lachasiz ekan. Ho'kisdan bo'ladi. Urg'ochi ekan mana bo'lasi. 10 ta 15 ta suti bor. 10 ta 15 ta suti bor. Yemadan qarasangiz 20 tacha sut beradigan. Ko'rasizlar, savdo qilib olib ko'rasizlar. Mayli akajon, sog' bo'ling. Mana so'rab ketaveramiz. Aychaklar o'tirgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka buni? 22 million so'm deyapti mana aka. Bozor nech pul so'rayapti aka? 17. Bozor 17 million so'm so'rayapti mana. Nechinchi bo'lasiz aka bu? Nechinchi bo'lasiz? Birinchi bo'lachasiz ekan mana. Ho'kisdan bo'lachasiz. Ho'kischaga mana bo'lachasiz. Aka qancha suti bor buni? 3 litrdan 6 litr suti bor ekan. Ko'rasizlar, savdo qilib olaverasizlar. Mayli akajon, sog' bo'ling. Mana so'rab ketaveramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka buni? 30 deyapmiz aka. 30 million so'm deyaptilar mana aka. Bozor nech pul qilyapti aka? 25 gacha boryapti. 25 million so'mga mana aka boryapti. Nechinchi bo'lachasiz? 4-chi bo'lachasiz. Ho'kisdan bo'ladi. Aka qancha suti bor buni kuniga? 9 ta 10 ta beradi. 9 litr, 10 litr suti boryapti. Ko'rasizlar, savdo qilib olib ketaverasizlar. Mayli akajon, sog' bo'ling. Men so'rayapmiz. Qanday zo'rmisiz? Nech pul deyapsiz buni? 30 million? 30 million so'm deyapti. Bozor nech pul so'rayapti? 24,5. Bozor 24,5 million so'm so'rayapti. Nechta tuqqandi bu? Birinchi bolasi? Birinchi bolasi ekan. Ho'kisdan bolasi. Bolasi ho'kischa ekan. Qancha suti bor bu kuniga? Sutini bilmaysizmi? Sutini bilmay keladi. Ko'rasizlar, savdo qilib olib ketaverasizlar. Mayli, sog' bo'ling. Yana so'rayapmiz. Qanday zo'rmisiz? Nech pul deyapsiz buni? 27 deyapti. 27 million so'm deyapti. Bozor nech pul so'rayapti? 24 million. 24 million so'm so'rayapti. Nechinchi bo'lachasiz? 2. Ikkinchi bo'lachasi. Ho'kischa. Bo'lachasi ho'kischa ekan. Qancha suti bor buni? 10 ta sut garanti. 10 litr sutga garantiya deyapti. Yemadan qarasa undan ham ko'p. Ha. Yemadan qarasa undan ham ko'p deyapti. Ko'rib savdo qilib olaverasiz. Mayli, sog' bo'ling. Mana so'rab ketaveramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka buni? 20 million so'm deyapti mana aka. Bozor nech pul so'rayapti? Bozor 17 million so'm. Nechinchi bo'lachasiz aka? 4-chi? 4-chi bo'lachasiz. Ho'kisdan bo'lasiz. Ko'rib savdo qilib olaverasiz. Aka qancha suti bor buni? 7-8 litr suti bor ekan mana aka.
Mayli akajon, sog' bo'ling. So'rab ketaveramiz. Bundan keyin ko'proq mol so'rashga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Ish bilyapsiz aka buni? 25 million so'rayapti. Bozor nechini so'rayapti? 21 million so'rayapti. Nechinchi bo'lachasiz? 3-chi Qondagi 4-chi. Ho'kizdan bo'lachasiz. Ho'kizdan. Bo'lachasiz ho'kizcha ekan. To'g'risida qondiga ham bolasi bo'lyapti. To'g'risida. Aka qancha suti bor bu kuni? 7-8ta. 7 litr, 8 litr sut bor ekan. Ko'rib savdo qilaverasizlar. Mayli akajon, sog' bo'ling. Yana so'rab ketaveramiz. Mashina so'raylik-chi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz og'a? Nech bilyapsiz og'a buni? 30 million so'm deyapti aka. Bozor nechni so'rayapti? 22 million so'm so'rayapti ona bozor. Nechinchi bo'lachasiz bu? 5-6-chi bo'ladi. 5-6-chi bo'lachasiz. Ko'raverasiz. Ho'kizcha bo'lachasiz. Ho'kizcha ekan mana bo'lachasiz. Qancha suti bor tog'a bu kuni? Yo'q, suti qancha deyman? 12 litr suti bor ekan bu kuni. Savdo qilib olaverasiz. Mayli tog'a, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech bilyapsiz aka buni? 30 million so'm deyapti mana aka. Bozor nech pul qilyapti aka? Har pul qilyapti? Bozor har pul qilyapti. Bo'lachasi nechinchi bo'lachasi? 5-chi bo'lachasi. Qo'yibchi ekan. Qancha suti bor buni? Omog'iga bersa 4 litrdan 8 litr suti bor. 4 litrdan 8 litrga suti bor ekan. Yemizdan qaraysiz. Turib savdo qilaverasiz. Mayli akajon, sog' bo'ling. So'rab ketaveramiz. Qanday, zo'rmisiz? Nech bilyapsiz buni? 25 million so'm deyapti mana aka. Bozor nechni so'rayapti? Bozor hozir so'ragan ekan, hozir ketdi. Nechinchi bo'lachasiz bu? Ikkinchi bo'lacha. Ho'kizchami? Yo'q, 16-chi ekan mana bo'lachasi. Ikkinchi bo'lasi ekan. Qanchasi bor bu kuni? 5 litr? 5 litr, 10 litr suti bor ekan mana aka. 5 litrdan 10 litrgacha suti bor ekan. To'rasida savdo qilib olib Mayli, sog' bo'ling. Mana akajonlar, bugun bozor narxlari sizlar ma'qul kelgan bo'lsa, obuna tugmasi bilan bitta like tugmasini bosib kuzatishni davom etaverasizlar. Videomizga xato va kamchilik ketgan bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Bizni kuzatishni davom etaverasizlar.